Bemorga yuragingizda muammo yo'q, hamma muammo asabdan desak, bog'la olishmaydi. Hayvonlarda farq qiladigan joyi ham mana shu ong markazi. Simpatik nerv sistema hamma faoliyat kuchaytirsa, parasimpatik nerv sistemasi susaytiradi. Sababi qonga adrenalin chiqadi, adrenalin ta'sirida yurak faoliyati kuchayib ketib, davleniya oshadi doim. Asabiylashganimda tez-tez siyaman deydi yoki jinsiy quvvat tushib ketib qoladi. Shu haqida ozgina ma'lumot berib o'taman, ya'ni qanaqa? Qabulimga kelgan juda ko'p bemorlar savollar bilan keladi, shikoyatlar bilan. Ya'ni qanaqa? Havo yetishmayapti, nafasim siqadi, tomoqqa narsa tiqiladi, yurak urib ketadi, davleniya oshadi, tushadi shikoyatlar bilan keladi. Va bu holatda yo o'pkamda o'zgarish bor yoki yuragimda o'zgarish bor deb kardiologlarga, terapevtlarga ancha yugurishadi, lekin ular ko'rganda toza deb aytishadi. Bu nevrologik holat desa, bemor o'zi ishonmaydi, chunki u yerda ancha tushuntiriladigan narsalar bor. Shu haqida ozgina ma'lumot berib o'taman. Ya'ni qanaqa? Bosh miyamiz mana bu po'stloq qavati butun ong markazimiz bu yerda joylashgan bo'ladi. Mana shu holat bilan o'zi hayvonlardan farq qiladigan joyi ham mana shu ong markazi. Po'stloq qavatini farq qiladi. Bu po'stloq markazida hamma ong, fikrlash, hammasi bu yerda shakllanadi va shunga qarab biz javob qaytaramiz. Bunda ong bilan ong osti markazlari bor, limbik, gipotalamus sohalari bilan aloqada ishlaydi bular. Ular bizning hissiyotimizga, emotsiyamizga javob beradigan markazlar. Agar mana bosh miyada ortiqcha nagruzka, boya aytganimizdek, stresslar, depressiya holati, nevroz holati kuchaygan bo'lsa, bosh miyamizda o'sha yuklama kuchayib ketib, ya'ni to'liq qiziqarli aytganda bu dam olishga chiqib ketadi. Ya'ni ba'zi bemorlar aytadi, xotiram pasayib ketgan, eshitishim susayib ketgan deydi. Aslida qanaqa bo'ladi? Bosh miya ortiqcha nagruzka olishni xohlamaydi. Va shuning natijasida xotirasi susayganday bo'ladi, eshish pasayganday bo'ladi va u aslida diqqat e'tibor tarqoq bo'ladi. O'shani hisobiga bo'ladi. Bu bosh miyamizning bevosita davomi orqa miya o'sha funksiyani bajarishga o'tadi. Ya'ni bosh miyadan barcha markazlar orqa miyaga o'tadi. Ya'ni orqa miyadan keyin nervlar butun ichki a'zolarga tarqalgan. Mana bunday sxematik tarzda. Hozir biz bemorga yuragingizda muammo yo'q, hamma muammo asabdan desak, bog'la olishmaydi. Shuning uchun birinchi bemorlarga kasallik mazmunini tushuntirishga harakat qilamiz. Ya'ni bu mana shu sxematik tarzda bo'ladi. Bosh miya aytganimizdek dam olishga chiqdi va orqa miya shu vazifalarni bajaryapti. Qanaqa? Bu yerdan to ko'zdan tortib siydik pufaygacha nervlar bilan tarqalgan orqa miyaning ham ikkita ishchisi bor, parasimpatik va simpatik. Simpatik nerv sistema hamma faoliyat kuchaytirsa, parasimpatik nerv sistemasi susaytiradi. Va ular ikkalasi doim muvozanatda ishlaydi, sog'lom insonda. Agar bemor bo'lsa, bu funksiya buziladi. Yo simpatik yo parasimpatik qaysidir jarayon faoliyati kuchayib ketib qoladi. Sog'lom insonda normada turaveradi. O'pka masalasiga keladigan bo'lsak, nafas siqish, havo yetishmaslik savoliga javob. Chunki nervlar kelib, mana qildoq sohaga, o'pkaning o'ziga nervlar keladi. Nafasimiz siqyapti desa, demak simpatik nerv sistema faollashib ketib qoladi. Shuni nafas siqqanday holat bo'ladi, lekin havo yetishib inson o'z-o'zidan to'satdan o'lib qolish hissi bo'lmaydi yoki o'lib qolish bo'lmaydi. Lekin havo yetishmayapti deydi, o'pka yetarli kengayib toraymagani uchun qisqa nafas olib, xuddi menga havo yetishmayapti, hozir o'lib qolaman degan qo'rquvlar bilan kelishadi. Yoki yurak, juda ko'p nerv tolalari yurakka kelgan, simpatik, parasimpatik, ayniqsa simpatik nerv sistema ko'proq ta'minlangan bo'ladi. Tezda salga asabiylashsa, nima uchun davleniya ko'tarilib ketib qoladi, ba'zan tushib ketib qoladi, pulsi oshib ketadi, yurak urishi zarbi kuchayib ketib qoladi. Sababi qonga adrenalin chiqadi, adrenalin ta'sirida yurak faoliyati kuchayib ketib, davleniya oshadi doimiy. Lekin yurakni ko'rsa sog'lom. Bu o'sha ba'zan asab hisobiga, bu yerda noto'g'ri ishlashi natijasida o'sha aytgan neyromediatorlarimiz, adrenalin, noradrenalinlar ishlab chiqarilib, bu faoliyatni kuchaytirib, simpatik qo'zg'atib qo'yadi. Yoki bo'lmasa, jigar, oshqozon, ichak, o'pka hamma faoliyat ta'minlangan, ba'zan qorin dam bo'lishi, sababsiz kekirish, ich qotish, ich ketish, ba'zan asabiylashganimda tez-tez siyaman deydi yoki jinsiy quvvat tushib ketib qoladi. Bular hammasi mana shu holat bilan bog'liq. Og'iz qurishi, ba'zan sahr bo'lib qoldim deb og'iz qurish bo'yicha endokrinologga uchrashadi, sahrni ko'rsa norma. Bunda aslida simpatik nerv sistema, parasimpatik nerv sistemasi yo og'izda ko'p so'lak ajralish kuchayib ketib qoladi yoki qurib qoladi. Ba'zan ko'zda parda tortgandek holat bo'ladi. Chunki ko'zda ham nervlar bilan ta'minlangan. Mana shu jarayonlarda ba'zan mana bunday qilib sxematik tushuntirsak, bemorlar keyin kasallikni haqiqatan ham asablanaganda, bu nevroz holati eganda deb o'ziga bitta kasallikni olib olsa, qolgan yuklamalarni yo'qotadi. Natijada shuning hisobiga ham bir nevrozni biz yengillashtirgan bo'lamiz. Yuragim sog'lom ekan, o'pkam sog'lom ekan degan narsani chiqarsa, ancha yengillik bo'ladi. Yoki qon tomirlar devorlariga ham nervlar bilan ta'minlangan, qo'li ham simmetrik ko'rsatadi. Uyushyapti, jimirlayapti, muzlayapti deb aytadi. Bu ham qon tomirlarini tanlang yoki ter osti bezi juda ko'p terlash yoki terim quruqlashib qolyapti deb aytishadi. Mana bular ham nervlarni
noto'g'ri ishlashi yoki nevroz yoki miyada o'sha ortiqcha depressiya, stresslar hisobiga mana shunaqa o'zgarishlar yuzaga keladi. Agar sizda ham yuqorida aytib o'tgan simptomlar paydo bo'lsa, siz shu mutaxassis bo'yicha vrachga borib ko'rinsangiz, sizda hech qanday kasallik yo'q deb aytishsa, bu holatda neyropsixologga ko'rinishingizni tavsiya beraman.